Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Minaret obzoriga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimizda shunaqa rustik kabin stilidagi uyni obzor qilamiz do'stlar. Qani ketdik. Tashqarisi shunaqa ko'rinishda. Bu uy konstruksiyasi polni yog'ochdan ishlangan, ya'ni qarag'aydan mana shunaqa seri ko'rinishga keltirilgan. Bu asosiy kirishi. Hozir men sizlarga qisqacha tashqarisini ko'rsataman. Mana kommunikatsiya tizimlari mana shu podvalida joylashgan. Mana bu yerda chiqib turibdi issiq sovutish tizimlari, elektr montajlari. Bu yoqda mana shunaqangi tabiat, o'rmon. Bu o'zini kichkina ombori. Xo'p, tashqarida ko'rishingiz mumkin mana shunaqa juda ham chiroyli balkon qilingan. Qaranglar mana. Birinchi etajda ham, ikkinchi etajda ham bor. Oynalari mana o'ziga xos, mana yoritish hamma tomoni o'ylangan. Kichkina bo'lsa ham uyimizning obzori orqa tomoni mana shunaqa ko'rinishda. Tashqi fasadi polni yog'och ishlatilgan, keyin yog'ochni bo'yalgan. Mana qaranglar. Balkon mana o'ziga xos tepaga mana ko'tarilib turibdi. Ozgina balandda, chunki bu yoq pastlik bo'lgani uchun mana shunaqa ustullarni ko'tarib turibdi. Bu yoqda mana jakuzi, mana shunaqa dekorativ narsa qilingan, bu ham yog'ochdan ishlangan. Polni uyimiz yog'och konstruksiyadan ishlangan. Balkonlari temir. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin mana o'zini oldida chiroyli shunaqa ozerasi bor. Mana dam olish joyi, mana fireplace. Suvni bo'yida shunaqa chiroyli atmosfera berib turibdi. Nima deysizlar do'stlar? Suvning ovozi eshitilib juda ham chiroyli. Bu joyimiz o'zi dam olish joyi, lekin uy sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Yosh oilalar uchun mo'ljallangan, ya'ni yosh oilalar kelib dam olish uchun mo'ljallangan joy. Atrof shunaqa suv o'tgan. O'zbekiston hududida ham shunaqa tog'li, suvli joylar juda ham ko'p. Shunaqa lokatsiyalarga shu stilda qursanglar, menimcha juda ham chiroyli. O'zbekistonda nomer 1 dam olish joyi bo'ladi. Mana hozir suvlarni ham ko'rsataman sizlarga. Bu o'zi asli buloq. Hech qanaqa bu yerdan bir kirish suvi yo'q, faqat shu buloqligi uchun mana shu yerdan mana shu charxpalak orqali suv tushib ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Landshaft mana o'ziga xos. Uyimiz mana ozgina balandroqda turibdi, ya'ni tepa qism baland bo'lganligi uchun sekin bu yog'i pastlab ketgan suvni bo'yigacha. Mana shunaqa toshlardan chiroyli dekoratsiyalar ishlatilgan, qaranglar. Landshaft o'ziga xos. Juda ham minimalizm holatda qilib qo'ygan. Unaqa jaligi nima desa, uyni to'sib tashamagan, atrofga ham mana havo aylanishi uchun bo'sh joylar qoldirilgan. Archalarni qanaqa yarashib turishini qaranglar do'stlar. Asosiy kelish tomoni bu yoqda. Buni hech qanaqa atrofi o'ralmagan. Chunki kameralashtirilgan zamonda atrofda o'rash shart emas. Nima desa bo'ladi? Mana shu xavfsizlik tomonlari ham juda ham yaxshi o'ylangan. Bu yoqda ham yana bitta shu dam olish joyi bor. Ko'rishingiz mumkin mana. Uyimiz 2 qavat ko'rinishda. Hozir ichlarini ham sizlarga ko'rsataman. Tashqarisi shunaqa ko'rinishda do'stlar. Jakuzilar ishlaydi. Jakuzini ham juda ham bir nima desa bo'ladi, joyini topib qo'yib qo'ygan. Qaranglar, mana tepadan tushasiz. To'g'ri, mana jakuzida bemalol cho'milib dam olsa bo'ladi. Mana shunaqa yo'laklarda ham mana o'ziga xos qilib toshlardan ishlashgan. Bunaqa toshlar O'zbekistonda ham juda ham ko'p. Mana dekorativ shunaqa zonalarga ishlatsanglar, mana ham arzon ham tushadi, ham chiroyli ham chiqadi do'stlar. Mana shunaqa archalar atrofida. Hozir balkonga chiqib ko'rsataman. Balkonimiz juda ham shinam, keng ishlangan. Mana bemalol grill apparat, steak bu narsalar pishirishga joy yetarlicha. Balkondan shunaqangi manzara ko'rinib turadi. Hozir men sizlarga ichki tomonni ham ko'rsataman. Buni mana tashqi konstruksiyasi mana yog'och.
yog'ochdan ishlatilgan, keyin bo'yalgan. Derazalari plastik ishlatilgan, ya'ni qishda juda ham sovuq, issiqqa chidamli plastiklardan ishlatilgan. Oynalar ham u darajada katta emas, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana Tesla mashinasi uchun zaryadka ham qo'yilgan. Eshik unaqa katta ishlanmagan, juda ham ixcham. Meni bo'yim 1.85, 1.90 atrofida eshik mana. Bu yerda mana o'zining kamerasi bor. Xo'p, tashqariga ham mana rozetkalar qo'yib ketilgan. Uyning tashqi tomonida ham juda ham ko'p rozetka, ya'ni gazon o'rishingiz mumkin, umuman elektrga ehtiyojingiz bo'lib qolsa shug'ullanishingiz mumkin. Tashqaridagi ishlar uchun bemalol yetarlicha rozetkalar qo'yilgan. Hozir mana ichkarisini ko'rsataman sizlarga. Kirganimizda mana bizni shunaqa joy kutib turadi. Prixoshka. Xo'p, mana eshik. Orqasida shunaqa oyna. Hamma narsa yog'ochdan ishlangan. Dekoratsiyalari ham hamma narsasi mana. Yo'da kiyim ilish uchun pollari ham naturalniy yog'och. Podakornik qaranglar. Juda ham chiroyli. Pastgina rozetkalarga e'tibor beramiz. Rozetka juda ham ko'p. Amerikanskiy uylarda rozetkalar ko'p qo'yiladi. Ya'ni mana telefon qo'yish uchun, mana ko'p ustroystvolar, boshqa mana texnikalarni ishlatish uchun hamma joyga qulay qilib qo'yilgan. Bu bizning mana shu living room. Asosiy mana gastivoy desa ham bo'ladi. Oilaviy o'tiradigan joy desangiz ham bo'ladi. Bu yerda suv sistemalariga qo'yilgan joy. Bu joy o'zi oldin tarixiy joy bo'lganligi uchun mana eski rasmini ham qo'yib qo'yishibdi. Ko'rishingiz mumkin, mana ichkari mana yorug'liklar ham me'yorida. Derazalarning o'rnlari ham juda ham zo'r joylashgan. Bu yerdan tashqari balkonga chiqish. Bu yerda mana televizor, kichkinagina kamin, stol. O'ziga xos stilda juda ham yoqdi mana. Qaranglar mana. Haqiqiy rustik stilda yog'och elementlar juda ham ko'p ishlatilgan. Patologiya ham yog'och. Hech qanaqa bir dekor ishlatmagan, shunchaki mana yog'ochlar laklab, bo'yab zo'r qilib chiqqan. Buni qaranglar mana. Xo'p, bu yoqda hojatxona, umumiy hojatxona. Svet qayerdan yonar ekan hozir? Umumiy hojatxona do'stlar. Unitaz, qo'l yuvish uchun. Patologlari ham oddiy. Mana derazani ham o'ylab ketilgan. Tashqariga chiqish eshik, bu yoqda ham xuddi shunaqa deraza. Yana ko'rishingiz mumkin bu yoq. Kitchen, ya'ni oshxona. Oshxona ham juda ham o'ziga xos ishlangan. Hamma joyda mesela planoviy hamma narsani joy-joyiga qo'yib, udobniy qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda o'zida mana 4 ta rozetka, bu yoqda включатель, yana rozetka. Bu yoqda ham yana yana. Xo'p, oshxona naturalniy yog'och. Hech qanaqadir MDF yoki unaqa material emas. To'liq yog'ochdan qilingan. Yo'da mana rakvina ham mana kattagina. Bemalol mana shu yerda foydalanib mana ovqat pishirishga juda ham qulay qilib ishlangan. Archiysiz, to'rg'iysiz, tayyorlaysiz, yuvasiz. Bu yoqda keyin yana qo'yib pishirishga tayyorgarlik qilib, yerda pishirsangiz bo'ladi. Buni qarang, gaz plitani ikkitalik mana. 2 tash gaz plit. Wow. 6 ta anaqasi turibdi, yonadigan joyi. Bu yoqda sensorli, mana shu o'zini aniq kontrol qiladigan joylari. Mikrovalnovkani kattaligini qaranglar. Bunga men sig'ib ketaman bu joyga do'stlar. Ajoyib. Kuxonning bebelimiz mana to'liq
yog'ochdan. Yetarli hamma narsaga joy o'ylab ketilgan. Ha, bu yerda mana idishni o'zi yuvib beradigan apparat. Idishlar yuvsiz idishlar solasiz, o'zi yuvib beradi. Bu yerda mana qo'shimcha mana bu yerda musor uchun joylar. Bitta mana yon tomonlarni ham o'ylab ketgan. Oshxonani patologini qaranglar, mana tomda holatiga qarab o'zi tushgan mana to'sinlar. Laklab chiroyli qilib qo'ygan, mana lampalarni ham joy-joyiga o'rnatib. Oshxona juda ham qulay. Juda qulay. Mana sizlarga xolodilnikni ko'rsatmoqchiman. Mana ikkita kamerali xolodilnik, bu yoq pastda muzxonasi. Juda ham chiroyli. Video yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar do'stlar, tanishlarga ulashib qo'yinglar. Bu yerda mana o'tirib, kofeni ichib, tabiatni kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Bu chanani qaranglar. Dekorativ narsalar, elementlarga e'tibor beringlar. Chang'i, chana. Birinchi etajimiz shunaqa ko'rinishda do'stlar. Ha, mayda mana. Yana joy qo'yilgan ekan. Dekorativ narsalar qo'yish uchun. Hozir endi sizlarga bu yerda bitta xonamiz qolib ketibdi mana do'stlar. Bu yerda bitta yotoqxona, juda ham shinam ishlangan. Qaranglar, rosa bo'lsa 3 metr ham chiqmaydi, 3 ga 3 ham chiqmaydi. Lekin hamma narsaga sharoit bor. Oyna, kravat, mana tumbalar, svet lampalar, televizor, ikkita deraza, bitta ham emas, xona yorug' bo'lishi uchun. Mana bu yerda garderob. Ozgina qorong'i bo'lib ko'rinyapti, no? Yaxshigina kattagina garderob bor. Ha, bitta svetini yoqsam bo'ladi. Mana do'stlar. Juda ham chiroyli. Mana kirganimizda bizni o'ziga xos shunaqa zina kutib turadi. To'liq yog'ochdan ishlangan. Tabiiy, shundoq laklangan xolos mana. Hamma joyi yog'och element. Lampalarni qaranglar, o'ziga xos. Chiroyli turibdi. Mana bitta o'shoqichlari ham hammasi mana yog'ochdan chiqasiz. Bitta kichkinagina mana detskiy joy. Bolalar uchun juda ham kreativni ishlagan ekan. Xo'p, bu yoqqa chiqqanimizda bu asosiy yotoqxona do'stlar. Patologiya mana shunaqa ishlagan, chunki tom konstruksiyasiga moslab qilingan mana. Bu yoqda mana tashqariga chiqishingiz uchun, balkonga chiqish uchun katta shunaqa eshik qo'yilgan. Ikkala tomonida deraza. Shundan chiqasiz. Butun tabiat ko'rinib turadi sizga. Mana shu tom konstruksiyasi qanday bo'lsa, uyda patologiya ham shunday. Ya'ni tomda ham unumli foydalanilgan. Balkondan kirganingizda mana shunaqa katta kravat. Bu ham mana tabiiy yog'ochdan ishlangan, hech qanaqa bezak yo'q, hech qanday bir ortiqcha detal yo'q. Oddiy yog'ochdan shunaqa ko'rinishda kravat ishlangan ekan. Mana buni qaranglar, mana narsalar ham oddiy yog'och. Oddiy mebel demoqchiman, bu hech qanaqa bir ortiqcha mehnat talab qilinmagan. Shunchaki mana yasab, laklab qo'yilgan. Bu yoqda mana shunaqa tortmali kiyimlarga joylar qo'yib ketilgan ekan. Keyin u bu mana sochiq shunaqa narsalar. Bu yoqda mana televizor. Bu yoqdan kirganingizda bu yer mana sanuzel. Sanuzilga kirsangiz mana shunaqa katta vanna, bu mana pardani tushirib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqda mana ikkitalik rakvina, oyna. Bu yoqda mana dushovoy. Hozir men sizlarga ichkari svetini ham yoqaman. Qayerdan yonadi ichkarimiz? Ko'rishinglar mumkin mana bu yoqda.
shunaqa holat. Mana tomni holatiga qarab shunaqa qilib yopilgan mana patologda alohida yopilmagan. Bu yerda mana kir yuvish uchun, quritish uchun joy. Stirkalar mana foydalansangiz bo'ladi mana. Stiralniy mashina quritadigani bilan birga. Juda ham joyini topib qilishgan, qaranglar mana. Shu tomda holat qanday bo'lsa, shu joyda mana unumli foydalanib mana shu joyga joylab ketgan. Bu yerda mana narsalaringiz turadi, sochiq, qochoqlar. Bu yerda unitaz mana. Mana qaranglar, qog'oz qo'yadigan. Buni ham o'ziga xos ishlab qo'yishibdi. Bu yerda mana dush. To'liq plastik atrofi. Hop. Mana joy yog'och, yog'i mana plastik qilib o'ralgan. Mana sanuzel juda ham keng, juda ham qulay. Yurish yo'laklari ham hamma narsasi yetarli. Kir yuvasizmi, masalan, vannada cho'milasizmi, dushovoy ishlatasizmi, bu mana hamma narsaga joy yetarlicha. Biz bilmadim, sanuzelni juda ham tor, juda ham kichkina qilamiz. Sanuzel muhim zona lekin. Mana do'stlar. Qisqacha uyimiz shunaqa ko'rinadi. Ya'ni dam olish joyi mana shunaqa ko'rinishda. Agarda sizlarga shunaqa dam olish joylari, misol uchun tog'larga dachalar qilmoqchi bo'lsanglar, do'stlar, biz bemalol sizlarga Minaris studiyasi shunaqa loyihalarni qilib bera olamiz. Sizlar aytgan, sizlar xohlagan stilda, zamonaviy uslubda hamma narsasini o'ylagan holatda sizlarga o'zini pulini oqlaydigan shunaqa loyihalar qilib bera olamiz, do'stlar. Kichkina obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi.